Assalomu alaykum, kanalımıza obuna olishlar. Bugungi ilkimiz Urganch City'da joylashgan yangi qurilgan 1 2 3 4 5 qavatli binoni 3-qavatında joylashgan kvartira chiqqan ekan. Subsidiya asosida ko'p odam so'rab yuradi. Biz shunga hozir binoan yerimizda yana ko'rib turganimizning inshu domimizda bor ekan. Eski plashatka, stoyanka hamma narsa joylashgan. Territoriya keng. Sentralni ulli yo'lning usti. Yanımızda yine ulli ko'cha. Alan yan başımız ham, ikki yan başımız ham ulli ko'chaning yanında joylashgan domimiz ekan. Dokumentlar 100% taq. Doğru subsidiya taqlanib turibdi. Kelib turib, dokument tayyor odam bo'lsa, murojaat etib, kelib savdolashib olsalar bo'ladi. Qanasa bir xatir ko'rib chiqamiz. Yine geldik 3-qavata chiqdik. 1 2 3 4 xo'jalik ekan. Eshiklari konkretni ishdan qo'yilgan. Hamma standart bir xil eshiklar qo'yilgan. İçan qismini ko'radigan bo'lsak, 60-chadi. 60 kvadrat. Devorlarga cho'tka deb provilar tortilgan apparatda qo'yilibdi va apparatni dini qatib steshga qo'ygan qo'yilibdi, lekin bu yerlar cholashtiribdi buni. Belene su sho'tchiklari qo'yilgan, gazlar qo'yilgan. O ash sozi gap turibdi bang. Kelib turibdi yana sentralni yo'lning usti bu. Yana ko'rib turamiz, sentralni yo'lning usti. Ulli asfalt ko'cha. Bu yandan trassadan ona gelip turib, ulli ko'chadan gelip eng ullara ko'cha ham o'tgan, bu sal kichkinaroq ko'cha joylashgan ekan. Balkonlari bor, beri kuxnya qismi. Steshkalar bo'lgan, suvoqdan chiqqan. Buni kelib turib qurilmani shpakoletga tortib taqlash kerak. 60 metr kvadrat. Yerimizda bir xona, bu zalmi bu? Zal qismi. Yan boshdan podest tarafına qaragan. Elektromontajlar bo'lib turibdi. Dokumentlar 100% taq. Bu hozir dokumenti subsidiya doğru keladi, to'g'rimi? Tayyor bo'lib turibdi. Subsidiya birlamchi. Subsidiyalik. Subsidiyalikmi? Berninde olgan odam hozir neshatib challa quyishini o'zi o'rgataveradi. Hammasida shunday ekan-da bularni. Qaraqas döşelgen, yana kanalizatsiya to'rg'ular o'tib turibdi. O'zi bu yerda obshipkasini atib, gipsokardonni urib beradidan, kafelar urib beradi. Suvoqdan chiqarib ko'ptilar. Bu yanimizda spalni. Spalni bor. Bu yerda spalni, arada kuxnya, o'rtada zal. Bu yerda yana ko'rishimiz mumkin. Toza masjid qurib turibdi. Yine toza masjid yanganasi ozon eshitib turadi ekan bu yerda. Yo'l oldim yaqin yerda. Shunda mana narxlarini hozir aytib o'tadigan bo'lsak, 6.200.000 so'mdan bo'lsa beriladi ekan. Narxlari 6.5 million deb o'tiradi, 6.200.000 deb bo'lsa oxirgi baho to'g'ri keladi ekan subsidiya. Gelib bemalol 3-qavat. 4-5 emas. Çotki mesalaram zo'r, pullaram. Hozir obishni joyini olaman desang ham 6-6.5-7 yaptı. Ne gelib turib savdolashib olib ketsin bo'ladi. Subsidiya bo'lsa endi bank tashab beradi baribir. Mana bank orqali bitirib qo'ysa bo'ladi ekan. Yine bir de yine podyezdada yine navayda bu signalizatsiyalar, pajlarni hamma narsa bilan tutdi. Podyezlar o'sha akkuratni remont etib boshladilar. Ko'chib kelib boshlanlar ham bor ekan. Esa kelib ustunda savdolashib, gaplashib oladi. Svet, gaz, suv hamma narsa sho'tchiklari qo'yilgan. Kelib to'g'ri shu remontni boshlab yashash kerak xolos. E'tiborlaringiz uchun katta rahmatlar qilamiz. Keyingi videomizda görüşguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.